Assalomu alaykum. Planeta 3 motosikl ishquvasi akalar. Mana shu Planeta 3 Radnoy motosikl bitta joyda bir 13 yil qolib ketgan ekan. Shu mototsiklni biz oldik. Mana endi yurg'izib sotyapmiz aka. Radnoy, rama vilkalarda svarka yo'q, hadavoylar yaxshi aka. Mana yangi arqa baloni aka. Mana bu ko'jiq amazator, mana karburatorlari o'ziniki aka. Motor ochilmagan Radnoy aka. Hozir yurg'izib haydab ko'rdim. Gaz nomiga gaz berasizda bir disiplinni qo'ysangiz yarim metr yerdan uzyapti aka oldini. Agar yarim metrga ko'tarmasa mototsiklni qaytib beraverasiz. Mana mototsikl tovida, korobkalari joyida, skorlari, yurishlari, motorlarda shumpum yo'q. Mana bu hattoki o'zini Radnoy baloni aka. Qarang. Hozirgi 2-3 petrashinani ishini qiladi aka. Oldi vilkalarni bitta essiz sekin chiqadi aka. Planeta 3 Radnoy. Motor ochilmagan aka. Mana bu to'rni tablosini o'zimiz chiroyli tursin deb qo'yib qo'ydik aka. Mana bitta chexol qildik. Bo'ldi. Mana shu mototsikl sotiladi. Hozir mana bitta tepaman yuradi, eshitib ko'rasiz. Kaliti faqat mana bu yerda zamoga. Mana zamoga. Bismillahirrahmanirrahim. Mana motor ishlashini ko'ring. Mana ovozini qarang. Mana davlinalar zo'r mana. Davlinalari 2 metrga otyapti. Mana ishlashlari. Hozir gaz berib turaman. Motorlar quloq solib ko'rasiz, gaz berib ko'raman. Mana sanashini qarang aka mototsiklni. Xudo xolasa aybi yo'q, xijolat qilmaydi. Mana shu mototsikl sotiladi akalar. Mana hamma yo'q Radnoy yaxshi mototsikl aka. Zamogi mana bu yerda aka. Ключатори bor, ana. Ключатори bor. Mana shu mototsikl sotuvda akalar. Mana endi bu mototsiklimiz narxiga keladigan bo'lsak, bu mototsiklimizni bo'lish narxi 4 million so'mga beramiz akalar. 3,5 millionga bir 3 marta, 4 marta so'radi, bermadik. Lekin yaxshi mototsikl, rasxoti yo'q. Shunday olib benzin solib haydaverasiz aka. Bo'ladigani 4 million so'm aka. Mana telefon nomerlar kerak bo'lsa, zarur bo'lsa, telefon qilarsiz. Ma'qul kelgan bo'lsa aka. 90lik 776 00 72. Ismim Umidjon aka. Farg'onadanman, Oltiariq tumanidan. Mana shu mototsikl sotiladi. Agar mabodo endi yozadigan bolalar bor, yozish tursalaring, ikkinchi nomerimiz bor. Shunga yozadiganlar, shunga yozsalaring bo'ladi. 91lik 674 1014. Mana shu nomerga yozadiganlar shu nomerga yozsa yaxshi bo'ladi. Mayli, yoqqan bo'lsa telefon qilaverarsizlar akalar mana. Xo'p.